Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Ushbu video rolik reelsizdan chiqib qolsa, aniq oxirigacha ko'ring, chunki sizga kerak bo'lsa, farzandingizga, jiyaningizga kerak bo'lishi mumkin. Islom akamiz Islom Chesning kanalini yuritayotganda obuna bo'lib, like bosib, komment yozishni unutib qo'ymang. Aka, bitta shunday berganchilar bilan to'g'raman. Qora aka, endi bizning biznesimiz, shu bizneslar bilan shug'ullanamiz. Aholiga ishlab chiqarish yo'nalishi bo'yicha hozir biz aksiya qilib $1,500 Tenavlok, Tomya pena, gazavol ishlab chiqarish 3 xil biznesni $1,500 qilib aksiya qilib qo'yamiz. Komplektda nima bor deydiganlargami? Kompressor, mikser, rastorvoshka, pena generator, mishalka 3 ta qolib, suv yo'mkis arasi ham bor, qora aka. Butun mahallani ishga solasiz bo'ladigan faqatgina $1,500 berasiz akamizga, kelib hunarni o'rgatmaysiz. Kelib, aka, biz bilgan narsani nimani bilsak, bizdan apar qo'ygandan xuddi shu narsani o'rgatib qo'yamiz. Iloji boricha bizda yaxshi yana bitta taraf bor. Yarim pulni o'g'lini tashlaysiz, 5 million tashlaysiz, 1 million tashlaysiz deyish yo'q. 100 ga boramiz, 100 ga boramiz. Mashinalar ko'payib ketganda hozir 100 ga boramiz, dastavka qilib, keyin o'rgatamiz, 100 dan pulni beraverasiz. O'rganib bo'lgandan keyin pulni berasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bunaqasini men endi o'rgatib